Toshkent shahri Bektemir tumani Nurli yo'l mahalla fuqarolar yig'ini hududida YuNESKOning 80 yilligi munosabati bilan ko'chat ekish tadbiri bo'lib o'tdi. Aksiya davomida hududda 1000 tup zarang va shumtol daraxt ko'chatlari ekildi. YuNESKO bosh konferensiyasining 43-sessiyasiga mamlakatimiz mezbonlik qilayotgani xalqaro hamjamiyatga O'zbekistonning ulkan salohiyatini yana bir bor namoyish etish imkonini bermoqda. Qayd etish kerak, xalqaro tadbir doirasida YuNESKOning 80 yilligi munosabati bilan daraxt ekib, yashil makon yaratishdek ezgu tashabbus ham amalga oshirilyapti. Samarqand shahrida boshlangan mazkur aksiya bugun respublikamizning barcha hududlari bo'ylab davom etmoqda. Poytaxtimiz Toshkent shahrining Bektemir tumanidagi Nurli yo'l mahallasida ham ayni shu xayrli amalga faol jamoatchilik, huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari hamda Toshkent shahar ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'l urildi. Toshkent shahar xalq deputatlari kengashi, tuman kengashlari, bundan tashqari nuroniylar, tumandagi, shahardagi barcha bo'lim o'zlarining vakillari bilan qatnashyapti. Albatta daraxt ekish, buni ekib qo'yib tashlab ketish emas, albatta buni parvarishiga ham katta e'tibor qaratishimiz kerak. Chunki daraxtni ekkandan keyin uni parvarishlab, buni katta bir bog' shakliga keltirish uchun albatta katta mehnat qilish kerak. Men o'ylaymanki, bugungi yaratilayotgan yaxshi niyat bilan ekilgan har bir daraxt ekologiyani yaxshilashiga o'z hissasini qo'shadi. Ekologik muhitni yaxshilash, yashil maydonlarni kengaytirish va aholining atrof muhitga mas'uliyatini yanada oshirishga xizmat qiladigan mazkur aksiya doirasida hududga zarang va shumtol ko'chatlari ekildi. YuNESKOning 80 yillik yubileyi hamda yurtimizda har yili o'tkaziladigan yashil makon umummilliy loyihasi bilan hamohang tarzda amalga oshirilayotgan ana shunday ezgu tashabbus bugun O'zbekistonning ochiq, tinchlikparvar va hamkorlikka tayyor davlat sifatidagi o'rnini yanada mustahkamlaydi.